Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun fake Minecraftda temir kirkigacha kuchayishga harakat qilamiz. Xo'p, bugun assalomu bo'ldi, ketdik. Xo'p, birinchi o'rinda biza qatyapti. Xo'p, birinchi o'rinda biza daraxt buzib olamiz. Undan keyin tosh olishimiz kerak. Shu 5-6 tacha. Undan keyin oldimizda yurgan qo'ylarni o'ldirib temir topishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Xo'p, bu daraxtlarni bitta ham qoldirmasdan buzib olamiz. Xo'p, bunisini ham qanaqadir qatyapti. Xo'p, oxirigacha buzib olamiz. Mayda tushmadimikan urug'i? Yo'q, tushmabdi hozircha. Mana shuni ham buzib olamiz. Xo'p, bo'ldi. Endi hozirda bizga birinchi o'rinda verstak ili cho'p kerak. Xo'p, endi hozir temir buzishga olg'a. Xo'p, bashetdan tushaveramiz. Bu ana tosh ham chiqdi. Hop, bir 10 tacha buzib olaveramiz. Tosh kerak bo'lib qolishi ham mumkin. Mana shu to'rlab chiqib ketamiz. Hop, endi bizga birinchi o'rinda qurol aslohalar kerak. Hop, endi shu daraxtni ham olamiz. Mana shu qo'ylarni ham olamiz birato'la. Qaranglar bolalar, katta Minecraftda go'shi bilan chiqsa, kichkina Minecraftda faqatgina junini o'zi chiqar ekan. Ya'ni fake Minecraftlarda. Hop, uy jonim. Yomon yiqildim. Nima bu? Endmi yoki spawnermi? Qani? Hop. Spawner ekan. Qanaqadir spawn bo'lmayaptimi? Yo, mag'lubman. Qani? Yo'q ekan. Hop, sandiqda nimalar bor ekan? Uncha kerak emas narsalar ekan. Olaveramiz mayli. Kerak bo'lib qolishi mumkin biror narsalarga. Bunda ham uncha narsa yo'q ekan. Lekin ikkita temir bor, bu plus. Yana bitta topsak, maqsadimizga erishamiz. Sizlarga mana shunaqa qilib fake Minecraftlarda o'ynab video chiqarganim yaxshimi yoki katta Minecraftlarda o'ynaganim yaxshimi? Bolalar kommentga yozib qoldiringlar. Hop, fakel olaveramiz. Oxirgi ko'mirni ham olamiz. Hop, endi bundan ham fakel. Hop, bo'ldi ana. O lavani olish uchun paqir. Hop, nima qilyapman? Bo'ldi, mana kirkada buzib lavani olib olamiz. Hop, bo'ldi ana. Endi hozir hop, temir istab, ana temir mana. Endi biza maqsadimizga erishdik desak ham bo'ladi. Hop, mana endi tezda pechga va uni tezroq temirda eritishimiz kerak. Hop, tez eri iplos. Tez eri, yaramas qo'rqoq deydi-yu. Xullas, bo'ldi tez. Hop, mana va biza aytgan anaqamizga yetdik. Mana bizning temir kirkamiz. Bolalar, videoni boshidan like, obuna so'ramadim. Endi like va obuna tugmachalarini bosib, videoga komment yoki obuna bosib, gapirib, yozib ketinglar. Qani, olg'a. O'sha gap. Men shu katta Minecraft o'ynaganim yaxshimi, kichkina Minecraft ham?